Salam dostlar, men hozir vaqt xeyli ko'rsin. Oldingi videoda ko'rgan bo'lsanglar, menga bilisizlar, men hozirgi Bitcoin hozirgi ahvolini ko'proq 51%lik bir nim bilan persen bilan boqning yugurishiga, yuksalib boqning yugurishiga qaraganda ayiqning tush mavsumiga kirganligimizni aytdim, tushuntirib o'tdim. 51%lik bir 1% ko'p bir nim bilan. Umumiy sizlarga hozir qanday qilsizlar, olamiz, sotamizlar, qayerda qayerga setish kerak degan bo'yicha keyingi videoda deb aytganimdek, hozir qanday qilaylik, hozir olaylimi, sotaylimi? Olmagan bo'lsa qachon olsak yaxshi bo'ldi? Shuni tushuntirib o'taman. Birinchisi, buni odatda ko'pincha vaqt 4 ga ayiradigan. Masalan, soatlik elish, kunlik elish, masalan 6 oylik, 1 yillik degandek bir shunday buqaga kirganda elib, ayiq kirganda bozordan chiqib ketish, yana shunday ayiq tugab buqa kirganda kirdi Alloh ekan. Yana ba'zilar ekan bir yerda eng azam ba'di alalgan bo'lsa, buni hozircha masalan 60 mingga chiqdi, masalan 200-300 mingga chiqadigan ishonganlik uchun ba'zan kishilar ular satmaydi ekan, izchil tutib turdi ekan, endi tushsin, chiqsin, üz ağa yerden düşse yine astığa azırak pul koşup elip ağan bahasının tendarxını düşürüp oturucu bir kıymetini belki düşürüş getirişir ekan. Şunun için sizlerden 5 de hazır alayım almayım deyiştim burun 5 de üzerine koyduğun sual sizler kandak bir plan, kandak bir stratejiye bilen elişini planlavatısızlar. Ben degendek 4'nin birini tanışanlar gerekti. Ya koymasa addilam qıp qısqa vaqtliq setip oynamsızlar yoki uzun vaqtliq kulağında bir Bitcoin'in bolsun deyish uchun alamsızlar. Eğer qısqa vaqt almaydisan, onun taktik stratejiyaları başqa. Mesela qısqa vaqt deganimiz hozir ko'rgandek 4 soatlik grafik. Qanday bo'libdi 4 soatlik grafikda ko'rgan siziqlar bizning tuandan yuqoriga chiqqan vaqtda bizga to'salg'i bo'lgan tamlar bor. To'salg'i siziqlar. Bu siziqning ustiga chiqqanda yoki aniq bir to'sini 1 minut baldaqdan birini yeşil bardaqdan birini yoqqanda undan keyin bu tamni ustiga chiqalibdi, tamni bo'sab o'talibdi, endi ustiga qarab mangadi ekan desak bo'ldi. Agar masalan mana o'xshash birinchi qatim sinida, ikkinchi qatim, uchinchi qatim ozroq chiqdi, yana qisqa bo'lib keyinga qaytib ketdi, tamdan tushib ketdi yana. Bu nima deymiz? Bu to'salg'ini bosib o'tmadi. Shuning uchun menga buni keyinga yandiganlik uchun bu yerga kirib baho olamiz, buni to'pishga mang'an deyin, mayadan mana keldi, olamiz deb nima qilmaymiz, saqlaymiz. Saqlab qayerga saqlaymiz? Buning siziqlarimiz bor. Masalan, bu 40 mingdan kelib 40 mingdan keyin tushib, ama oxiri 30 mingga tushganga bir past qarab tushgan bir liniya bor. Bu liniyani meyada qirg'andiki nima deymiz? Unda bo'lsa, bu yana qirg'andiki bu liniyani ustida turibdi, meyada qirdi, ikkinchi yeshil yoqdi, uchinchi qizil bo'lib qoldi. Bu yeshil olmay qizil bo'lib qoldi. Unda bo'lsa qanday qilamiz? Masalan, bayt degandek, agar sizlar maya siziq bo'yicha ustiga chiqqanda elinglar deydi, odatda olamiz deymiz. İkinci yeşil bu için ikinci yeşilini algandaki alısızlar. Algandaki üçüncü 4 saatlik kelgan vaqt qarasanlar qizil bo'lib qolgan bo'lsa, menimcha eng yaxshisi azroq ziyonni azaytish uchun mishardan chiqib, muqim bo'lgan tangi pullarga, muqim bo'lgan coinlarga pul bilan almashib turganlar yaxshiroq. Chunki bu yerda risk bor. Qip-qizil bir baldaqni birini yondirib turibdi, risk degan gap bu. Eğer mesela ma grafikni o'ylaylik, masalan sizlar meyani oldinglar deyli, qisqa mezgillik o'ynaganliginglar uchun meyani oldinglar deyli, yoki meyani tushgan vaqtda sizlar tutisizlar. Qanday tutisizlar birga? Bu yerdan tushishim ehtimoli bormi, yo'qmi? Bor. Hozir bu grafiklarda yo'q deyishim mumkin, lekin bu vaqtda olgan bo'lsanglar qo'rqsanglar, bundan pastga ketib qolasiz deb. Shuning uchun agar sizlar meyada olgan bo'lsanglar, qanchakin bir 31 ming deyli, 31 ming aldığım deyli. Sizler hiç olmasa stop loss degan narsa var. Ma bahoga kelganda mening nimamni set va degan bir emir, programaga beradigan bir
emir bu, buyruk. Şunda qilib olmasanglar, agar baytın degandek past tushib ketib qolsa, sizlar qimmat olib qolsangiz, ziyon tortib qolasizlar. Shuning uchun hech bo'lmasa stop loss orqali miyada oldinglar. Olgandan keyin stop loss qo'ydinglar. Masalan, 32 ming oldinglarmi? 31 mingga tushganda meniki butun olgan coinlarimni, bitcoinimni sotib deb buyruq bersizlar. Bergandan keyin tutib tursizlar. Bar buyruqlar bor, tushgansa sotadi. Chiqsin shunaqa qildi. Bu yerda olgan narsa mayaga chiqqanda sot, mayaga tushib qolsa sotib degan buyruqlarni belgilab bo'ldi. Agar buni bilmasanglar, yozsanglar, desanglar, aytsanglar, shu to'g'riliq maxsus bir video ta'sirmi bo'ldim. Bu yerda negadek stop lossni qo'ydik, mayadan oldik, chunki mayadagi tushdi bu baho. Shunaqa mayada bir sizig'imiz batdi. Buni men tafsili tushuntirsam video bek uzarib ketdi. Sizlar shuni tushungan ahvol asosida nima qilinglar? Chunki mayada bir qatim sinag'an deb yerdi. Bu yerdan bu tomni buzib pastga tushmadim. Miyada bizni desteklaydigan, bizni qo'llaydigan og'uchilar bor degan gap. Ikkinchi qatim miya kelganda miyada og'uchilar bor. Shuning uchun bu sizni grafikni sizdik. Biz hozir shuni mishaydan taxminan mishaydan oldik deb o'ylaydi. Tutisizlar, chunki stop lossimiz bor. Tutgandan keyin ma'lum bir yerlarga masalan mayada bir tushgan bir qo'sh liniyalik bir nima ichida kelayotgan taslim bitcoin. Mening mayadan boshlab 65 mingdan boshlab tushib mayadagi vaqtda madamlar voy endi kendimizni qaytdik mayadagilarga o'xshash bu bitcoinning buqining tuzoq bizga qurgan tuzoqi bizga qo'rqish uchun qilgan tuzoqda endi bu tuzoq tugidi bahajatda men tepki yangi rekordlarga qarab mandoq deb o'ylagan vaqtlarda lekin vaqtlarda men mening yenimdagilarga do'stlarimga sal saqlab turaylik aniq ifodasini bildirsin rasmiy bu bo'lsa yugagini ko'rli bo'lmasa oldirmayli degandim. Aytgandek shu bu mayadan tushdi, maya keldi, yana 60 minglardan oshamaylar meni tushishga boshladi. Keyin qanday bo'ldi? Bu tush liniyasi bo'yicha ta 30 minglargacha yengni otdi. Shuning uchun bu liniyarimizda mayada qirg'anlik uchun asli mayada og'adan mal liniyaga setish mumkin. Shundaqmi? Chunki qarasang munda chiqib shunday qisqa mezgilga qo'yadiganlar bu liniya kirgandan keyin qildi. Maya chiqib setilgan narsa miyaga tushganda oldi. Bu liniyada miyaga yaqinlashganda sotma deb buyruq qo'yish kerak. Miyaga tushdi, miyadini oldi, ozroq ko'targanda sotildi. Mayada og'adami normalda miyaga kelib sotildi deydi shundaqmi? Agar ya sizlar shunday bir strategiya o'ylagan bo'lsanglar, shunday bir planni qilgan bo'lsanglar, mishaga setish buyrug'i bersanglar, bu yoki qarab turib mishaga yaqinlashgan setsanglar bu. Lekin manchak oz bo'lsa payda endi kirgani muhimda bu paydan. Yoki bo'lmasa vaqtingiz bo'lsa, har 15 minutda bir, har yarim soatda bir qarab turib, favqulodda bir uchib ketmasa, yeşil bo'lib mingiversa, taxminan bir o'zingizga rozi bo'lgandek bir kelgandek asta chiqib turib o'ylash bakıp ondan keyin yana mangandan keyin grafiklarga qarab shuni qarta yana appak sağlam buldu. Bu qisqa vaqtlarda shunaqroq bo'ldi endi ishlar. Shuning uchun qisqa vaqt o'ynamasanglar, mana grafik o'qiy olsanglar kerak. Nimalar shunday siziqlarni, to'saqlarni bizni qo'llaydigan qo'llovchilarimizning desteklerimizning qayerligini bilasanglar, ko'rasanglar, shuni qarta elib ma'noda kallasga yigilib qolgan vaqtlarni setib degandek bozorda qisqa vaqt ichida elim setim qilib ozroq payda og'ilib bo'ldi. Shuni o'ylaydiganlar bor bozorni. Lekin endi menimcha ko'pinchamiz bunda shuni o'ynayapmiz, lekin bunda qoidasi bilan, taktikasi bilan, strategiyasi bilan o'ynamayapmiz. Shaxsan men shu. Men mesela 30 mingni ko'rgan vaqt bo'yi 20 ming tushgan olay deb ochko'zlik qilgan oldigan vaqtda. Ondan keyin inib ketdi o'sha qimmatroq oldi. Gerçi ancha-muncha bir narsa qilib qolgan bo'lsa-mu, yana ham shu olgan vaqtim ochko'zlik qilmay cho'qim shuni olmadim. Chunki bu tushayotgan bu bunda pichoqni tutsanglar balkim taxmin tushib ketishi mumkin. Qo'rqib ingiz yangi sotadigan gap bo'lib qoldi. Shuning uchun bir ozoq to'xtalgandan keyin maqsadini xatarni azaytish qo'yadiki maqsadimiz bizning. Tutmanglar, unda qilmanglar deyishim, ozroq bo'lsa-mu bir o'zimizga ozroq bir ishonch tug'ilgandan keyin ha bo'ldi endi shu aslida to'xtaldi endi balkim keyin qaytib qilish mumkin degandek bir ikki grafiklarni yoki nimalarni ko'rgandan keyin ana shuni qarta bozorga kirib elib o'yinga ozroq chiqqandan keyin setib qilsanglarmi bu bir taktiklardan birisi endi. Lekin sotganda shu ochko'zlik qilmaslik kerak.
ve yine azırak desanglar o vaqt azırak şu şeyde keyingi bir qaysa onu keyin paynanla erip ziyan satmaydı. Şimdi ağa yaga satadigan şey bo'lib qoldi. Shuning uchun qisqa mezgilda o'ynaydiganlar grafik o'qishni yaxshi bilishlari kerak. Xabarlarni yaxshi takip qilib, ko'rib, analiz qilib, fikr yurgizib turishlari kerak. Bundan boshqa masalan yaxshi analiz qildiganlar ergashganlar bo'ldi. Chunki ularni maxsus shu ishlardan pul topadigan bo'lgandan keyin maxsus o'ltirib analiz qilib degandek qildi. Yoki shular olgan coinni ilib qilsanglar, shular shu olgan coinni bo'yicha analiz qilsa, shu bo'yicha ilib sotib qilsanglar qisqa mezgilda balki u azroq ishlarga yaraydi. Undan boshqa masalan buni bu yerdami sizlarga ko'rsatib o'tib ketay. Mavi ko'rayotganlar yeşilmi, üstüsüz atsız bu Bollinger bandı bu. Bollinger liniyası değil. Bunu bir köp düşünüp mesela bildik adil bunun nimasi logikasi. Mesela qandayken ködamı kaçam Bollinger bandının astığı yaqinlashgan sir asanglar yana bir qatim ya o'ttir siziqcha Bollinger bandının o'rtalama bir bag'icha yoki üstü bag'icha kildigan. Shunda qisqa mezgilda bek yaxshi ishlaydi. Qisqa mezgillik elish satishlarni soatlik qaraydi masalan. Saatlikdan o'xshash. Chiptikan yaptı. Miyaga tubiga yaqinlashganini satdi. Masalan deyishlar maya debdikan miyaga yaqinlashmaydi. Miyada og'adam sabr qilsa miyaga yaqinlashdi meni. 34 ming og'ada men 36 ming satsa bo'ldi degan gap. Shuning uchun mayada olsanglar u vaqtda miyaga chiqmaydi shu. Miyaga yaqinlashgan vaqtda olsanglar. Chunki mayalarda olsanglar miyalarga chiqadi degan gap. Bu oddiydan bir cho'msimda uzanlarga o'simi bir miya keptiken şu alayda bir ağıldığan bir sebep. Aldan koydum dep gitken bilişim adette bir yoki bitcoin alayga bir coin alaylı mening nima bo'yicha en az 3 tane bir sebep bo'lishi kerak. Ya ma'noga o'xshash soatlik qisqa vaqt olib sotmasam yoki 4 soatlik yoki kunlik nimada mujna Bollinger bandı yoki grafikni sizlarga grafikni yoki boshqa bir yerlardan destek yoki nimalarga yaqinlashdimi yoki shu yerga keldimi buni qaytib ketish ehtimoli bor deb o'ylagan bo'lsangiz bu birisi bo'ldi. Ikkinchi birisi bu narsa to'g'riliq ya yaxshi bir xabar chiqqan bo'lsa yoki bir yeni bir projesi 10 kundan keyin yoki kelar hafta yoki bitcoin bozorda ochildi degan xabarni sizlar qancha bo'ldi ko'rsanglar baho sizlar app'chi bek bunda yuqoriga chiqib o'lab ketmasa shu xabarni olgan vaqtda ozroq sinab boqsanglar chunki xabardan keyin xalqlar elishga boshlaydi sizlarga o'xshash yoki yeni bir bozor kirganlik uchun u bozordagi odamlarni oldi degandek ba'zi tubiga qarata bir harakat minish ehtimoli yuqori. Ondan başqa yana uzanlar bir nima tepishing kerak yoki u kun yoki shu vaqt kayfiyatim bek yaxshi, omadim bek babiga mishada olsam cho'qim 2-3 qatlatim yoki %10lik %20lik bir menga foyda olib keladi deb o'ylayolsanglar, uning uchinchi bir sababi deysanglar u vaqtda bo'pti deb sinab boqsanglar, lekin gaplar o'ymay chipti olayli desanglar. Miyada chiptida sizlar o'ylagan yerda sotamiz yoki sizlar o'ylaganda bir yer tushdi, meni keyin tushib ketaverasiz. Keyin chiqmish shu yerga esib qolasizlar. Keyin qo'rqasizlar, bunda sabr qilolmaysizlar. Sabr qilolmagan qo'rqib oyingiz ozroq tushib qo'yasiz, yangi o'sim sotasizlar. Yeni trendan alaydi. Shuning uchun ochko'zlik qilmay, ozroq sabrchanlik bilan qisqa mezgilda o'ynaydiganlar o'ynasanglar menimcha Bollinger bandı sizlarga xira yordamchi bo'ladi. Undan boshqacha endi sizlarga asallam o'rgatgan bo'lgan asallam tushunadigan nimadan birisi indikator yine grafikdan birisi mavi. Mesela bunun qarasak bu soatlik bilan 4 soatlikda yaxshi ishlaydi bu odatda. Qaranglar. 4 soatlikda qaraydi, ham yaxshimda nima tushuntirildi. Bu mayada ustiga qarab mangabtuna ikkilisi. Bular eng muhimi ko'k. Kök eğer qizilni bo'sab ustiga qarta mayda siziqni ustiga qarta kesib o'ssa u vaqt o'rlash ehtimoli bor ekan deb o'ylasanglar bo'ldi. Janoblar, agar bu tepida turib ostiga masalan mana ostiga ozroq egilsa unda tushishi qilishibdi deb o'ylasanglar bo'ldi. Endi cho'qim shular bo'ldimi degilamaydi, masalan qaranglar miyada shuna bo'lib ekan emas, keyin ozroq yeni miyalarga yengil sanjib boqibdi degandek.
Mesela miyada bu M3 miya sassağını mesela miyaga azırak çıkan buluş mümkün mesela. Şuna o. Mesela miyada esip kalgan tonlar mesela miyalarga düşken demez. Kokap. Azırak nima qilsam miyalarga chiqqan. Siz azırak olsun ziyon bilan chiqvaqli buldu keyin. Kudamamı da tuzak deymiz mesela. Voy düştü deb ziyonga satay deb meni satgandan keyin azırak qalsang üstüge ko'tarilgan. En iyisi evet azırak saqlasam, sabr qilsam üstüge chiqdi ekan o deb o'ylab qoladi. Shunda grafiklar, shunda indikatorlar, shunda formulalar bu bozorda bizning bekroq ishimizga yaraydi endi. Shuning uchun shularni agar vaqtinglar bo'lsa, o'rganinglar, bilmasanglar so'rasanglar, men shu to'g'riliq o'zim bilginni bilmasam, o'rganib yaxshiroq tushuntirib qo'yishga tirishsam bo'ldi. Sen qarasanglar, ko'k ustiga, mana ustiga tekkanlik uchun, ustida bo'lganlik uchun buni har vaqt setish ehtimolligi bek yuqori. Onun için maya kelganda buni ko'rgan vaqtda bu gerçi odamda qarasanglar 5-nimda egmabdi u. Balkim deb o'ylasang bo'ldi, lekin maya qarasanglar qizil baldaqdan birisi bordi. Yine bir gün mayada Bollinger bandı ama o'ttiruvchi qimmatiga tegibdi. Shu vaqtda qanday qilasizlar? Unda bo'lsa miyada asta miyada setib turay. Hech bo'lmasa Bollinger bandini o'ttiruvchi qimmatning ustiga bir yeshil baldaqdan birini yaqqan vaqtdan keyin u vaqt o'ylash baqay desanglar bo'ldi. Bu qisqa vaqtlik ilishga bir yaxshi bir taktik strategiyalardan birisi. Onun başqa ma'noni tushuntirib qo'yibdi. Ma 3 pulun içinde azimda 3 pulun içinde manfaatidadir Bitcoin. Qachonki 3 pulun mashtubga chiqsa, qattiq bir setishlar va ko'dama doim tubiga chiqib qo'yish kallasiga yeyotdi. Aslida tushuncha yine biz shuni elish uchun qo'llaydigan rayon ekan bu. Qaranglar, miya tushib poch oldig'alar paydo bo'ldi, miya tushib poch oldig'alar paydo bo'ldi, miya tushguncha yine oldig'alar yine desteklaydiganlar yine bozorda paydo bo'lib qoldi. Onun için alınıp yadımız bunu mesela %50 bağış düştü bu nesine. Bir nesine %50 bağış düştü. Alamız tamam mesela diyelim şutte. Bunun $1 düşüp kalmayız da bu kadar olacak ki bir kimseler mutlu bir kahve vermeydi bu nesine. Bunu okşa şimdi sel turup uzun mezgillik ilişkiler doğruluk şu vakti bunu yakışak çöndürüp bitime. Hazır şu ma 3 pulun bir şeyge hazırmında qarasanglar meni. Meyada çoğun bir boğan bulun asta kichiklarning odamiga qisilib qoladi. Bu qancha qisilgan siri yoki tubiga yoki ostiga menish ehtimolligi bek yuqori. Buni egizligi bo'yicha hech bo'lmasa masalan agar miyada masalan hozir nima qildi desak, mush soatda 3-4 soatda mana ustiga chiqdi desak, hech bo'lmasa 45 minglarga kelish ehtimolligi bor degan gap formula bo'yicha. Agar hozir 3-4 soat mana ostiga yaxshiroq bir büsep düşse hiç olmasa 25 minglarga kelish ehtimolligi bor degan gap bu. Formula, indikator, grafik degan shunaqroq narsani sizlarga azroq bo'lsa yo'l xaritasi ko'rsatib berdim. Qarg'ularchi ma'nolar demakchi. Bu shuni sizib qo'ygan grafikim men bu shundan qarta o'zim ba'zan qarab azroq qanday qilay, ya'ni sataymi yoki tutib turaymi degandek shundan qarta o'ylashgan gap. Unda sonundan başqa qancha video oldu, bu qancha minutlik? 18 minutlik video oldu. Hozir bu qisqa mezgillik elib satadiganlar uchun qo'li tutmay satadiganlar uchun bu video bo'lib tursin. Men keyingi videoda uzun mezgillik tutadiganlar uchun qandayroq hozir, masalan bugun hozir soat qandayroq bir taktik strategiya qilsa bekroq yaxshi bo'ldi. Shuni tushuntirib berma. Agar yoqtirgan bo'lsangiz keyingi videoda ko'rishaylik. Hammalarga rahmat. Yana qo'llab bersanglarni to'g'ri tushunishni umid qilaman. Bo'pti, hammalarga omad yor bo'lsin. Kurashishga bilan xayr xo'sh.